Rasululloh aytganlar, Abu Bakr jannatda, Umar jannatda, Usmon jannatda, Ali jannatda, Talha jannatda, Zubayr jannatda, Abdurrahmon jannatda, Sa'd jannatda, Sa'id jannatda, Abu Ubayda jannatda. Mana shu 10 ta sahobat aytilganda 4-chi bo'lib Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu zikr qilingan. Biz kimlarda hayotini o'qib o'rgan ekanimizni bir his qilib qo'yaylik. Alloh va payg'ambari yaxshi ko'ryapti. Yana jannatda deyapti bu kishini. U kishining fazilatlaridan, manoqiblaridan sahobalarning orasida eng to'g'ri, eng chiroyli hukm qilishligi bilan ajralib turar edi. Aqzon nas, odamlarda eng qozirog'i, hukmni eng chiroyli chiqaradigan kishilardan edi. Rasululloh aytganlar: "Ummatim ichida ummatimga rahmlirog'i